Assalomu alaykum. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan 11-sinf darsligini boshlaymiz. Bu ilm berish agentligidan, ya'ni bizlar ustozlar bilan kelishgan holda sizlarga tarix darsini o'tishga qaror qildik. Men sizlarning o'qituvchingiz bo'laman. Xo'p, bugun sizlar bilan 11-sinf darsligida, ya'ni kitobidan 2-mavzuga keldik. Xudo xohlasa inshaalloh hammasini yopamiz. Birgalikda bu sertifikatlarni olamiz. Sizlarga o'zim yordamlashaman sertifikat olishlaringizga. Qo'shimcha ma'lumotlar beraman. Bundan tashqari mavzularni yaxshilab tushuntirishga harakat qilaman. Siz diqqat e'tiboringiz bilan faqat meni tinglab o'tirsangiz bo'ldi. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Boshladik. 2-paragraf eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari. Ya'ni eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari bo'ladi. Odam qanday paydo bo'lganligi haqida ilmiy, diniy, afsonaviy, dunyoviy naqllar mavjud bo'lib, biz bu masalani ilmiy asosda antropologiya va arxeologiya ma'lumotlariga tayangan holda o'rganamiz. Antropologiya va arxeologiya. Yer yuzida dastlabki odamlar xatti qomatini tik tutib yurgani, mehnat qurollarini yasash va ularni ishlatishni bilgani uchun hayvonot dunyosidan farqlanib turishgan. Yer yuzida dastlabki odamlar qaddi-qomatni tik tutib yurganligi uchun hamda mehnat qurollarini yasash va ularni ishlatishni bilganlari uchun hayvonot dunyosidan farqlanib turishgan. Olimlar turli mintaqalarda o'ta sodda tosh mehnat qurollar yasashni biladigan eng qadimgi odam suyaklari qoldiqlarini topib o'rganganlar. Olimlarimiz turli mintaqalarda o'ta sodda tosh mehnat qurollarini yasashni biladigan eng qadimgi odam suyaklarini qoldiqlarini topib o'rganganlar. Jumladan Janubiy Afrikadan Avstralopitek, Sharqiy Afrikadan Zinj vodiysidan Zinjantrop, Yava orolida, ya'ni Indoneziyadan Pithecanthroп, Yava orolidagi Indoneziyada bu bizada Pithecanthroп deganmiz. Xitoy hududidan esa Sinantrop, shuningdek Germaniyadan Neandertal va Fransiyadagi Cro-Magnon g'oridan esa hozirgi qiyofadagi odam, ya'ni Cro-Magnon suyaklari topilgan. Xo'p, qarang, bitta odamlarni yana sanaymiz. Janubiy Afrikada Avstralopitek, Sharqiy Afrikada Zinj vodiysidan Zinjantrop, Yava orolida, ya'ni Indoneziyadan Pithecanthroп, Xitoy hududidan Sinantrop, shuningdek Germaniyadan Neandertal va Fransiyadan Cro-Magnon hozirgi odam, ya'ni Cro-Magnonlar qiyofadagi odamlar topilgan ekan. Yer yuzida iqlim iliq davrlarda odamlarning makonlari kichik daryolar yoki buloqlar yaqinidagi tepaliklarda joylashgan. Ilk paleolitning oxirlariga kelib, buyuk muzlik davri boshlangan.